Diqqat, tezkor xabar. Hozirgina e'lon qilindi. Shoshilinch, eshiting. Sabrina Jabborova onasi bilan ijara uyda yashardi. Aktrisa Shahzoda Muhammedovaning turmush o'rtog'i Marat Xayrullayevich bu oilaga yangi uy sovg'a qildi. Bu haqida aktrisa Shahzoda Muhammedova shunday deydi: "Meni hamma tabriklaganida hayron bo'ldim. Chunki turmush o'rtog'im bu haqida menga aytmagandi. Hamkasblarim va muxlislar minnatdorchilik bildirishdi. Turmush o'rtog'imning bu ishidan quvondim. Juda yaxshi ish qilibsiz dedim. Qaniydi, imkoniyatimiz bo'lganida boshqa uysiz insonlarga ham yordam qilgan bo'lardik", dedi aktrisa. Sabrina Jabborovaga yordam so'rab, uning kartasi raqamlari ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilganidan so'ng 3-4 kun ichida 365 million so'm yig'ilgani haqida ma'lumot berildi. Ayni paytda Sabrina onasi bilan tibbiy ko'rikdan o'tish va operatsiya qildirish uchun Turkiyaning Istanbul shahrida bo'lib turibdi. Bizdan uzoqlashmang.